Tushunmadim. Qanaqangi joydaman? Nima bo'ldi? Tushunmadim. Men axir nima? Nima? Boshsiz odam? Buni boshi qanaqasiga? Axir buni boshi yo'q. Juda ham qo'rqinchli. Axir men qanaqangi uy bu yana? Esladim, kecha yiqilib tushunmadim. Siz kimsan? Hoy, gapir, kimsan? Nimaga jimsan? Yo'q. Tushim ekan. Qo'rqinchli tush. Bu soat ham 3 bo'libdi. Bu tasodif emas, aniq. Yana o'sha qishlog'imizning yonidagi o'rmon, xuddi o'sha joy, xuddi o'sha uy, xuddi radioda aytilgandek. Bu tasodif emas. Bu oddiygina tush ham emas. Nima qilsam ekan? Juda ham qo'rqinchli. Yana u yerda boshsiz odam ham turgandi. Yuz qo'llarimni yuvib olsam. Nima qilaman? Balkim chindan ham borib ko'rarman shu yoqqa. Hozir bu yoqqa boraymikin? Yo'q. Hozir emas. Chunki nima desam bo'ladi, hozir bir o'zim bu yerda ham svet yo'qlar. Kechasi 3 ta svet bu yerda ham balkim ular ham menga o'xshab qo'rqib turib ketgandir. Ammo men eng hayron qolgan narsam qanaqasiga tushimga ham kiryapti va radioga ham, ayniqsa radio juda ham qo'rqinchli. Balkim biroz kompyuter ko'rarman. Balkim qo'rqmasman keyin. Nima? Axir bu men kompyuterda boshqa video qo'ydim-ku. Kim? Hozirgi odam, hozirgi boshsiz odam va hozirgi qora odam va hozirgi uy, hozirgi joy. Nima bu, hazilmi? Kompyuterimga qanaqa qilib bo'landi? Qanaqa qilib bu videoni kompyuterimga uzatyapti? Yo'q, juda ham g'alati. Demak, kompyuterimga ulanganmi? Balkim televizorga ham ulana olar. Televizor ko'rishim kerak. Balkim televizorga ham ulana olishi mumkin, chunki kompyuterga ulandi. Va to'g'ri. Televizorda ham shu narsa. Yana xuddi o'sha kadr, o'sha video. Qanaqasiga bo'lishi mumkin? Kompyuterimga ulandi, televizorimga ulandi, radioyimga ulandi va hattoki tushimga ham kira olyapti. Bu qanaqasi? Axir nimasi bu? Umuman tushunmayapman. Yo'q. Balkim hammasi hazildir. Bunaqa hazil qilish mumkin emas. Hazil qilib ham bo'lmaydi bunaqa o'zi. Tezroq do'stimning uyiga bormasam bo'lmaydi. Chunki nima desam bo'ladi, 2 kishi bo'lsak qo'rqinchli bo'lmaydi. Nima? Uyida yo'q. Hoy, Max, uydamisan? Nima uchun uyda yo'q? Uyda yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin? Mayli, biror joyga ketgandir-da. Faqat mana bu uyni svet hali ham yo'qlar. O'chgani yo'q. Mayli, menga nima? Birovlarning uyi bilan va mashinam. Esladim. Mashinada borsammikin desam, mashinamda ham benzin yo'q. Benzini bo'lganda bir yerga qochib ketardim yoki o'sha o'rmonga mashina bilan borgan bo'lardim. Qochishga oson. Bu menga pochta kelmagan. Chunki kecha o'tgan qismni ko'rgan bo'lsanglar kerak, qanaqadir g'alati pochta kelganda mana bunday. Va hozir men kamerani ko'rishim kerak va kamerada hech kim yo'q. Bu kamerani qachon qo'yganman? O'tgan qismda qo'ygandim va oxirida tepalikdan yiqilgandim. Va qanaqa qilib uyimda paydo bo'ldim, hayronman. Bilmadim. Ko'rib turganingizdek, tepalikdan yiqilib uyimda paydo bo'lib qoldim. Bu juda ham g'alati va tushimga, hamma narsamga, kompyuter, radio va hattoki televizor tushimga ham kiryapti. Ana shu narsa, uy, o'sha odam. Yana soat 3 da. Nimasi bu? Bu juda ham katta hakkerlik bo'lishi kerak buning uchun. Odam, hammalar do'stimga telefon qilaman. Allo, kim bu? Hoy, meni tanimayapsanmi? Tezroq uyimga kel. Senmi nimaga?
Tezroq iltimos, faqat tezroq kel, keyin kelganingdan keyin aytaman. Bu juda ham g'alati ishlar bo'lyapti, tezroq faqat. Mayli hozir. Mayli, xullas do'stlar, tak, stop. Hozir uyga borganimda yo'q edi-yu. Qanaqasiga bu keldingmi? Ha, keldim. Nima bo'ldi? Hozir borganimda uyingda yo'q eding-ku. Nima ahmoqmisan? Uyimda edim. Kompyuter o'ynab o'tirgandim. Mayli, shart emas bular. Hozirroq o'rmonga bormasak bo'lmaydi. Ketdik. Hoy, nima uchun deb so'ramaysanmi? Nima uchun? Kompyuterimga ham, radioga ham, hattoki televizorga va hattoki tushimga ham o'sha narsa kiryapti. Ishonasanmi? Kompyuterimga ham, radioyimga ham, televizorimga ham ulanib, qanaqadir videolar qo'yapti. O'sha qo'rqinchli uy. Qanaqa uy? Bilmadim, aytayman-ku, qanaqadir uy paydo bo'lgan. Tushimda ko'rdim va hattoki videolarda ham, balkim bu yerda chindan ham uy Ha, chindan ham uy bor ekan. Nima qani? Ha, xuddi o'sha uy. Qanaqasiga kecha kelganimizda yo'q edi axir. Men bilmadim. Bu uy tushimga kirdi, televizorimga ham ulandi, kompyuterimga ham. Hazil qilma iltimos. Qanaqangi hazil, yana o'zi tilim ham kelishmayapti-ku. Mayli, tezroq boraylik shu uyga iltimos. Nima, qo'rqmayapsanmi? Yo'q, qo'rqmayapman. Men buni hal qilmagunimcha qiynalib ketaman. Chunki har kuni bunaqa bezovta qilaversa men qanaqa qilib yashashim mumkin yana. Faqat tezroq borishimiz kerak va albatta bunga oydinlik kiritishimiz kerak. Tezroq bormasak bo'lmaydi. Ha, tezroq borishimiz kerak. Sekinroq gapir. Mayli. Sekin yo'l iltimos. Mayli dedim-ku, tezroq bo'l. Nima qilamiz, boramizmi? Ha, boramiz, ketdik. Aniqmi? Aniq dedim-ku, aniq ketdik, yur. Mayli, yur ketdik. Voy, sen birinchi yur. Mayli. O'zi nima uchun pichirlab gaplashyapmiz? Bilmadim. Bemalol gapiraver. Tushunarli, lekin juda ham tashlandiq ekan. Hattoki qonlar ham bor. Nima, qanaqasiga bu yerda qabr tosh bor ekan bu yerga va nima? Bu yerga axir Max, qayerdasan? Max, qayoqqa yo'q bo'lib qolding? Hoy, Max. Axir ana bu qabrga meni ismimni yozib qo'yishgan. Va o'limga xush kelding, ahmoq. Nimasi bu? Hazilmi? Mana bu yerda Reddi degan qabr va o'limga xush kelding, ahmoq deb yozilgan. Nima? Umuman tushunmadim. Bu uy o'zi g'alati ekan, hamma yoq olov yonyapti, o'rgimchak to'rlari bor lekin qon ham yangi. Nimasi bu? Bu yerdan chiqib ketsa ham bo'lar ekan. Max qayerda bo'lishi mumkin? Max, qayoqqa yo'q bo'lib qolding? Hoy, Max. Max qayerda endi? Max, qayerdasan? Qayerga yo'q bo'lib qoldi bu bola, ahmoq. Men shu yerdaman. Jinnimisan? Qayerga borib kelding? Mana bu yerda yo'l bor ekan, yur boramiz. Axir senga bir narsa ko'rsatay. Nima? Mana bu yerda qabr bor edi va Reddi deb yozib qo'ygan. Qani? Men buzib tashladim. Bekor qilibsan. Nimaga? Bunaqa narsalarga tegish noto'g'ri deb o'ylayman. Men uchun unaqa emas. Yur, mayli bu yoqqa tushaylik. Yur ketdik. Faqat yur sen ham. Men qo'rqaman. Lekin eng qo'rqinchlisi Reddi deb yozilgan qabrga u meni ismimni qayerdan biladi? Men bilmadim. Eshikni ko'rishim nima bor ekan? Men ham bunisini ko'raman. Va bu yerda ikkita ko'rsapalak bor, boshqa hech nima yo'q va hech kim. Bu yerda ham shunaqa. Unda nima qilamiz? Ichkariga boramiz. Nima, sen qo'rqmayapsanmi? Nimadan qo'rqishim kerak? Yur, bemalol. Mana bu yerda yorug'lik bor ekan. Qani kirchi? Va eshik. Qanaqadir eshik. Nima qilamiz? Kiramiz, farqi yo'q. Va 1 2 3. Nima gapding? Tushunmadim. Jitil. Kimsizlar? Aha. O'zi o'z oyog'i bilan yurib kelibdi-ku. Bu nima deganing? Meni tanimayapsan shekilli. Axir sen maniaksan. Va shu paytgacha seni 13 yildan beri hech kim ushlay olmagan. Eshik nimaga yopildi? Sen o'ylasan baribir, menga yaramas. Qoch, Max, tezroq. Nima, kim bu axir? Buni tanimaysan, keyinroq tushuntirib beraman. Hozir esa tezroq qoch. Qochaman. Yaramaslar bu yoqqa. Nima? Yo'q bo'lib qoldi. Chiqdi. Max, уже shu yoqqa ketib qoldingmi?
Kim u, menga tushuntir. Xullas bu juda ham mashhur manyak. To'xta, u kelyapti. Voy yaramaslar, mana men ushlolmadim. Keyingi safar ushlarman. Xullas bu yerdan ketdik. Yo'l-yo'lakay aytib beraman. Juda ham charchadim. Xullas bu juda ham nima desam bo'ladi, shafqatsiz manyak. 13 yildan beri buni na politsiyachi ushlay oladi, na boshqasi va hattoki hech kim o'ldira olmagan. Tushib ketdim. Hoy Max, to'xtab tur, qayoqqa ketib qolding? Shu yerdaman, gapiraver. Xullas 13 yildan beri hech kim ushlay olmagan va buni qo'ldan hattoki sehr ham keladi. Demak, meni kompyuterimga yo'llangan, hattoki tushimga ham kirgan shuning sehri ekan. Tushunib yetdim. Max, qayerdasan? Shu yerdaman, kelaver. O'sha birpasda shu tomonga ketib qoldingmi? Ha, politsiyaga telefon qil tezroq. Ha, gaping to'g'ri. Alyo, politsiyami? Bu politsiya nima xizmat? Xullas, iltimos, 27-qishloqqa tezroq kelingizlar. Bu yerda qanaqadir manyak, g'alati ishlar bo'lyapti. Tushunarli, hozir boramiz. Qaysi qishloq dedingiz? 13-qishloq deyapman-ku, nimaga tushunmaysiz? Iltimos, faqat tezroq keling. Bu juda ham g'alati manyak. Umuman o'ldirmoqchi bizni. Sizga rahmat bu manyakni bizga tutib berganingiz uchun. Biz buni topa olmayotgandik. Rahmat, arzimaydi. Ana manyak ham qo'lga tushdi va do'stim, biz bu ishni oxiriga yetdik. Ha, gaping to'g'ri. Lekin men bir narsaga hali ham hayronman. Nimaga? U manyak qanaqa qilib meni tushimga kirdi? Va bu yerdagi boshsiz odam kim edi? Ha, gaping to'g'ri. U boshsiz odam kim edi? Serial tugadi. Kanalga obuna bo'ling, Telegram kanalimga ham.